Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Biz yangi obyektimizga keldik. O'zimiz qurib, o'zimiz ustalar tepasi turib nazoratida qurilish bitkazilayotgan uy, 2 etajli uy, 5 ta xona, bitta oshxonasi bor. Xo'p, tashqarida hovlichasi ham bor. Hozir o'sha narsani hammasini obzor qilamiz. Havas qilganlar like bosamiz. Xo'p, 110 mingga shu uyni baholamayapti. Qimmatmi, arzonmi, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Ketdi, obzor qilamiz. Xo'p, kirganda chap tarafimizda umumiy hojatxonasi bor. Kelgan mehmonlarga ham qulay bo'ladi. Xo'p, o'rtada darvoza. Mana ikkita 3 ta mashinani ham qo'ysa bo'ladi. Xo'p, yuramiz. Hozir qurilish jarayoni ketyapti. Ozgina ishi qolgan, pardozga ish qolgan. Xo'p, bu yoqda mana yashil hudud bo'ladi. Hozir mana bu yoqda navis bo'ladi. Pastda o'sha kotelnisi. Kotelnisi bor. Boshqa obyektlarimizda qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshagan razvednoy navislarni ham o'rnatiladi, xudo xolisa. O'rtoqlar, podvalda sanuzor, ya'ni kotelniya, qozonxona joylashgan. Xuddi boshqa obyektlarimizni ko'rgan bo'lsanglar, ustida razvednoy navisi bor, ya'ni yomg'ir qordan asraydigan. Uni videosini ham hozir montaj qilib qo'yaveramiz. Bu boshqa bitgan obyektimizni ko'rinishi shunga o'xshagan, masalan. Xuddi o'shanga o'xshagan imkoniyatlarni qilinsa bo'ladi. Bu o'sha havoni chiqarib ketadigan pechga qo'yilgan, ya'ni gaz uchun. Xo'p, bu yoq o'sha qozonxona ishlatilgan, ya'ni duxkontrolli kotel. Qo'shimcha har ehtimolga qarshi, ya'ni bir xilda gazdan uzilish bo'ladi. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi zapas variant ariston o'rnatib qo'yilgan. Mana gidrosevilkalari hammasi qo'yilgan. Hozir uy ichini ko'ramiz. Chap tarafimizda oshxona. Oshxonamizni o'zingizlarning didligiga mos oshxona mebelini o'rnatganingizdan keyin xo'p, gazga, svetga olib kirilgan. Kanalizatsiya tayyor, hammasi ulashga olib kirib qo'yilgan. Hop, tepaga natijali patolog bo'ladi, lekin hozir ustada ishlayapti, o'sha tugatiladigan jarayonda turibdi. O'rtoqlar, oshxonada va ikkinchi etajda ham koridorlarda to'pli pol o'rnatilgan. O'rtoqlar, oshxonadan o'sha chiqqanimizda hovlichasi bor dedim-ku, mana shu hovli tepasida o'sha naves bo'ladi. Yoshi katta otaxonalarimiz bo'lsa, masalan, yozlarda oldida o'sha yashil hudud bo'ladi. Gullarni chiroyli qilib ekib qo'ysa, choylarni damlab, oshlarni damlab, maza qilib xizmatini qilishsa bo'ladi, xursand bo'lib duo qilishadi. Mana bu yoqqa o'sha shu yozgi kichkina yozgi oshxona ham o'rnatsa bo'ladi, shu barbekuylar bilan. Tashqari hovlidan ham hud bor va bu yoqdan to'g'ridan ham shu yerdan kirib chiqib xizmatni ham qilsa bo'ladi. Tapcha. O'sha burchagiga tapchan qo'yilsa, o'sha tapchanda ham o'tirsa bo'ladi, shu mehmonlarni kutsa bo'ladi. Yozda juda ham yaxshi. Xo'p. Birinchi etajda o'zini sanuzori bor, ya'ni dush. Bu yoqqa o'sha tualet bidelari qo'yiladi. Hali qo'yilmagan, lekin asosiy 90% ish bitgan, kafelar bitgan. Xo'p, o'sha kirganimizda o'ng tarafda kichkina qo'l qistilgan bo'ladi yoki bo'lmasa eshik qo'yib turib kattalar uchun yotoqxona ham qilinsa bo'ladi. Mana o'zimiz stolga ishlayapti. Ikkinchi etajga chiqamiz. Zina bo'yicha. Xo'p, mana elektrikasi ham o'sha hamma uyi yer montaj qilingan, ya'ni bitta joyga olib kelingan hamma avtomat. Ikkinchi etajga chiqamiz. To'g'ri uyga mana o'sha standart holatda o'sha oyna o'rnatilgan, ko'p holatda shunaqa qo'yilyapti. Ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p, ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin mana o'sha o'rtadan
to'rtga bo'linib ketadi, 4 xona. Birinchi chap mana mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi. Kelgan mehmonlarni bemalol kutib bo'ladi. Katta tizilmasdan kelinlarga o'xshab o'sha anaqa qo'ysangiz, sizlar masalan maslahat ko'rib o'tirasiz, namolar yoki o'sha mahallani ko'rsanglar bo'ladi. Mahallani sekin-sekin mana obodonlashtiryapti. Mahalla ham tinch mahalla. Abo'ylar ham shunga mos, ya'ni mehmonxonaga mos. Xo'p, o'sha zinadan tepaga chiqqanimizdan keyin endi to'g'rida o'ng taraf bitta spaniya qilinsa bo'ladi. Nisbatan katta bo'ladi. Tashqari hovligimizga shu oyna qo'yilgan. Xo'p, endi keyingi o'ng tarafimizda kichkina bolalar xonasi bor. Bu ham shu tashqariga bolalar shu tashqariga qarash uchun oyna qo'yib ketilgan. Xo'p, to'g'rida shu umumiy hojatxona dushlari bor, sushilkalari bor. Smesitelari, shu dushoylari hozir endi qo'yib qo'yiladi. Uchun unaqa muammoli ish emas. Xo'p, keyingi chap tarafdagi xonamiz ham agar bolalar ko'p bo'lsa, masalan, o'g'il bolalarga alohida, qizlarga alohida shunaqa qilib xona qilinsa ham bo'ladi. Bu ham o'sha tashqariga mahalla tarafga oyna ochilgan. Xullas o'rtoqlar, o'zimizga qurayotgan obyektimizni kichkina obzorini qildik. O'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Narxi shunga to'g'ri keladimi, qimmatroqmi, arzonroqmi yoki bundan ham arzonroq deb tursa bo'ladimi? O'zingizlarning fikringizni bildiringlar. 2 etajli uy salkam 1.9 so'tga ekan, ya'ni 2 so'tga ham yetmaydi. Ixcham eng hamyonbop narxda qurilgan, lekin ishlatilgan materiallari iloji boricha sifatli qilishga harakat qilingan. Fikringizni qoldiringlar. Bizdan kuzatib borishda davom etinglar.